Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünlük nahmeden tarqıtışını hazır başlayman yine. Bugün başlaştığından avval mağ kalendarımızda bir gep barken, vaqt özünü qadrlaganlar uchun qimmatli sovg'at, qadrlamaganlar uchun zaharlik o'g'idir deb. Yashab baqqanlar bilishi mumkin. Vaqtni yaxshi ishlatib, ta'min etib baqqanlar va vaqtni zoya qilib o'tib, ishchi darg'azabga toshib ketganlar balkim bekrak his qilishi mumkin. Ishchi darg'azabga, ya'ni siqilishga toshib baqqanlar desak texmi yaxshi bo'lishi mumkin. Buna qo'shsa men bugun sizlarga yana tafsir javharlardan o'qib berishdan boshlaylik. Bugün yine 20 o'qiyman chunki tunugin nahmadan tarqitish qilamdim. Bugun men sizlarga 20 o'qib beray. Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna Allah Teala müminlerge Bedr gazasını eslatdı. Bedr gazasında müminler kafirler üstüden galba kılgan. O çağda Müslüman cangçilerinin sani 314 nefer, kafirlerin sani minimden oşuq buluşuğa qarmay Müslüman cangçiler galba kılgan idi. Bu galbinin asaslık amillerden biri Müslüman cangçilerinin Allah Teala'ga çin kalbiden işenç kılıp tayanğanlığı ve Resulullah'ın buyruğuna qat'iy türde emel kılganlığı idi. Allah Teala müminlerini hemişe takvadır buluşqa ve uruş meydanında Resulullah bilen müstehkem turup arqaga çekilmeslikki buyuruyor. Çünkü takvalık itaatçılıqның ifadesidir. İtaatçılık bolsa Allah Teala'ga şükür ada qilishning yoludur. Şükür bolsa g'alaba ve nusratning kepilidir. Ey Peygamber, müminler kafirlarning özlerinden san ve kuch jihatdagi ortiqligini ko'rgan chog'da ularga aytganlarini eslagin ki o chog'da müminler biraz endişe tushgan edi. Ama sen ularga bu ma'noda xitob qilding ki, ey müminler, Allah Teala'nın sizlarga 3000 kishilik farishta qo'shini bilan yordam qilishi yetmamdi. Agar sizlar jihatga bardoshlik berib, g'animat elish qoldirib qolmay tirishchilik ko'rsatsanglar, Allohning amriga itoat qilib, payg'ambarlarning buyrug'iga amal qilsanglar, mushriklar sizlarga qarshi otlanib kelgan shu tezligida mag'lub bo'lib orqasiga tikib o'tadi. Chunki Allah Teala sizlarga nusrat ato qilish uchun osmondan 5000 kishilik alayda belgilik farishta qo'shin tushirdi. Agar sizlar Allah Teala'ga haqiqiy taqvodorlik qilgan holda urush qilib, uningda chidamchanlik ko'rsatsanglar, dushmanlarning hayvisi kuch-quvvati sizlarni hargiz mag'lub qilolmaydi. Allah Teala'ning mo'minlarga farishtalar orqali yordam berganligi haq va rostdir. Allah Teala Anfal suresida İstestağisune rabbakum festecaba lekum enni mumiddukum bi elfin minel melaiketi murdifin. Yani öz vaqtida Rabbinglardan yordam tilagan edinglar. Rabbinglar sizlarga arqa-marqa tushirgan 1000 farishta bilan yordam beraman deb tilakinglarni qabul qilgan edi degan. Uhud g'azotida Payg'ambar alayhissalom mu'minlarga agar ular Alloh taoloning ko'rsatgani bo'yicha ish ko'rib, taqvodir bo'lsa, urushda chidamchanlik ko'rsatsa, Alloh taoloning ularga 3000 hatto 5000 farishta qo'shini bilan yordam berganligini va'da qilgan edi. Lekin mu'minlar u vaqtda Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga xilof qilganlik uchun Alloh taoloning va'dasiga loyiq bo'lmagan edi. Agar ular Payg'ambar alayhissalomga itoat qilgan bo'lsaydi, Alloh ularga albatta yordam beradi va ularni dushmanlar ustidan g'olib qiladi. Ba'zi mufassirlarning qarashicha Allah Teala'nın farishta bilan yordam berishi moddiy jihatda qo'shin avatish orqali bo'lishi mumkin bo'lgandek, ma'naviy jihatdan ularni kuchlanish bilan bo'lishi mumkin. Allah Teala'nın ma'naviy yordami mu'minlarning qalbidan qo'rqinch va andishni butunlay chiqarib tashlab, uning o'rniga chidamchanlik, jasorat, qo'rqmaslik va shijoat ro'yini silishi va kofirlarning qalbiga qo'rqinch silish bilan bo'ladi. Hozirgi kunda bu xil usul urush ishlarida nihoyat unumli natija berib kelmoqda. Bu urush taktikasidir. Urushda har qaysi taraf o'z tabiatlarining ma'naviyatini tushirmaslik uchun, 'Yengilganlik' xabarlarini tarqatmasdan, 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 'Yengilganlik' xabarlarini tarqatmasdan,
Yengilganlik xabarlarini tarqatmasdan yolg'onda bo'lsa-mu har taraf o'zlarining yenganligini va g'alaba qilganligini e'lon qilishidi. Chunki bu usulning foydasi ko'p va ahamiyati zo'rdir. Payg'ambar alayhissalomning mo'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersimi yetmamdi degan so'zi Alloh taoloning haqiqiy mo'minlarga yordam va nusrat ato qilganligining bir bishorati edi. Chunki yordam faqat Alloh taolodan keladi. Dushman qanchalik kuchli bo'lib ketsin, qanchalik zamonaviy qurollarga ega bo'lgan bo'lsin, Alloh taolo mo'minlarga yordam qilishni xohlagan ekan, mo'minlarni cho'qim g'alabaga erishtirdi. Bu Alloh taolo uchun bekmi oson ishdir. Chunki Alloh taolo hammaga qodirdir va hammadan kuchlidir. Alloh taologa esilish, uningga tayinish va uning yordamini tilash deganlik tavakkul qildim deb sabab qilmaslik deganlik emas. Balki Alloh taoloning barliq sabablarning yaratquchisi va egasi ekanligiga chin dildan ishonib, Alloh taologa tayinish va qo'ldan kelgan sabablarning hammasini qilish deganlikdir. İslam cangçılarının Uhud g'azotidagi mag'lubiyatimi qo'mondonning, ya'ni payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga amal qilmaganlik sababdan kelib chiqqanligi nihoyat aniqdir. Ey iymon etganlar, Alloh taoloning Badr g'azotida sizlarga yordam berishi kofirlarni o'ldirib yoki asirga olish yoki ularni hammadan charsiz g'amkin holga tushirib qo'yish va yoki ularni tavba qilishga muvaffaq qilish. Agar kufrida ching turib olsa, ularni eng qattiq azoblar bilan jazolash uchun edi. Ammo ey payg'ambar, bandalarning ishini bir taraf qilish yoki ularni musulmon qilish sening ixtiyoring emas. Chunki sening vazifang va mas'uliyating faqat kishilarga haqiqatni tushunishli qilib bayon qilib berishdir. Ammo bandalarni hisob qilish, xalqon kishini hidoyat qilish, xalqon kishini jazolash bizga xosdir. Shunga sen ularning kufrida ching turib olganligidan ichinib, ularning hidoyat tepishini umidlanmagin. Chunki hidoyat Rabbingning ilkididir. Haqiqatan hamma ish Alloh taoloning ilkididir. Osmonlardagi va zamindagi mavjudotning hammasi Alloh taolonindir. Alloh taolo xalqon kishining gunohini afv qildi, xalqon kishini jazolaydi. Bularning hammasini o'z hikmatining taqozosiga asosan qiladi. Alloh taolo tavba qiluvchilarni nihoyat kechirguchidir. Bandalarga to'liq mehribondir. Muhim nuqtalari. Birinchi, sabr, chidam va taqvodorlik hayotlikda maqsadga yetishning kapolatidir. Ikkinchi, kishilarga Alloh taoloning ne'matlarini eslatib, osiylarga tayyorlangan azobdan ularni ogohlantirib turish har bir musulmonning diniy burchidir. Uchinchi, Alloh taoloning buyurganlarini o'rinlash va to'sqanlardan yenish Alloh taologa shukr qilganligining ifodasidir. To'rtinchi, musulmon jangchilarning Uhud g'azotidagi mag'lubiyati ularda g'animat yig'ishdan vaqtliq voz kechib, qalbining oxirigacha bardoshlik berish ruhining tuvallab ketganligi va payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga amal qilmaganligi sababidan edi. Chunki musulmon jangchilar dastlabki g'alabaga oldinib qolib, payg'ambar alayhissalomning yengilsakmi o'rninglardan qat'iy ayrilmanglar degan amriga xiloflik qilgan holda g'animat yig'ish uchun tog'dan tushmagan bo'lsa edi, dushman orqadan ularga zarba berolmagan bo'lardi. 5. G'alaba Alloh taoloning ilkida. Alloh taolo g'alabani xohlagan bandalarga ato qildi. G'alaba son, kuch va qurol jihatda ustun bo'lganlarga tavada ko'ringan bilan amaliyotda Alloh taologa chin dildan ishonch bog'lab, g'alabaga yetadigan barliq sabablarni mukammal o'rinlaganlar Alloh taoloning yordamiga erishib g'alaba qildi. Alloh taolo yordam qilgan qavm hargiz mag'lub bo'lmaydi. Badr g'azotida Alloh taoloning farishtalaridan bo'lgan jangchilar orqali payg'ambar alayhissalomga yordam qilganligi haqdir. Müminlerge ko'rsatmalar ve bisharatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan muda'afa. Vattaqullaha la'allakum tuflihun. Vattaqun narallati u'iddat lil kafirin. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Tercümesi 130. ayet. İyi iman etqanlar, cezanını qatma-qat aşırıp bilmanglar. Nicatlıqqa erişişinglar üçün Allah'tan qorqunglar. 131. ayet. Kafirlar üçün tayyorlangan dozaqdan saqlaninglar. 132. ayet. Sizlarga rahmat qilinish üçün Allahqa va payg'ambarga itoat qilinglar. 133. ayet. Rabbinglarning mag'firatiga erishishga va taqvodorlar üçün tayyorlangan kengligi osmon zamongacha keladigan jannatga kirishga baslashinglar. 134. ayet. Taqvodorlar bayashatchilikdimi, qiyinchilikdimi Allah yo'lida pul-mol sarf qiladigan, ochiqni basalaydigan, insonlarni afo qila oladigan kishilardir. Allah yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi. 135. ayet. Taqvodorlar biror cho'ng gunoh qilib solsa yoki o'zlari zulm qilib qolsa, darhol Allohni yod etib, gunohlar uchun mag'firat tilaydi. Gunohlarni Allohdan boshqa kim kechira oladi? Ular qilgan gunoh ishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. 136. ayet. Ana shularning mukofoti Rabbi tarafidan bo'lgan mag'firat va asl o'stanlar yaqib turgan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu turdi. Yaxshi qiluvchilarning erishadigan mukofoti nima degan yaxshi? Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda mo'minlarning kofirlarga sadoqat bog'lab, ular aqida qilishining xatarlari va ziyonlaridan ogohlantirgan va mo'minlar Alloh taologa taqvodorlik qilsa va chidamchan bo'lib tadbirli ish qiladigan bo'lsa, düşmanlarning ularga ziyon zahmat yetkazolmaydiganligini bayon qilgan bo'lib, uningda Uhud va Badr urushlaridagi chidamchanlikning natijalarini bildirgan. Biz to'xtalayotgan bu oyatlarda bo'lsa, Alloh taolo musulmonlarni jazonxo'rlikning dunyo va oxiratlik yomon oqibatlaridan ogohlantirgan. Tafsiri. Ey iymon etganlar, iymonning nuri sizlarning dilinglarni yo'ritgan va sizlar mo'minlikdan iborat eng asl sifatga ega bo'lgan turib, burungi jahiliyat davridagi o'xshash qatma-qat jazoni yeyish sizlarga hargiz yarashmaydi. Herkes halal olmaydı. Şu an sizler herkes cezanı imanlar. Cezanın ve cezanın muamelesini yirak dururlar. Bu cezanın doğruluq nazil bo'lgan ikinci ayet bulup, birincisi Baqara surasida o'tgan. Cahiliyet davrida kishilar bir-biriga qarz berib, qaytirish vaqti kelganda qarz olgan odam qarzni qaytirib berish yoki qarzning o'simini oshirib ortiq to'lashdan iborat ikki ishning birini tanlashga majbur bo'ladi. Algan qarzni kelishgan o'simi bilan vaqti qaror topshirib beralsa, uning ishi bitadi. Agar vaqtida berilmasa, uning ustidagi qarz miqdori o'zligidan o'sib berib, oxiri to'lab bo'lish mumkin bo'lmaydigan zo'r miqdorga yetib qoladi. Mana bu xildagi jazoni nasi jazonisi deb atildi. Bu haromligiga Qur'on Karimda keskin dalil kelgan jazoni turidir. Nasi jazonisi qarz berguchiga mayli naq bo'lsin, yoki nasi bo'lsin, mayli oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, biror manfaat ilib keladigan qarz demakdir. Ya'ni qarz bergan odam qarz olgan odamdan qarz berib turganlik uchun qandaqli bir manfaat ko'rsa, bu nisi jazonisi bo'ladi. Ammo oshirish jazonisi har qanday narsani o'stirib almashtirganda kam ziyon qilish demakdir. Masalan, har ikki taraf rozi bo'lgan holda 1 kilo a'lo sifatli bug'doyni 2 kilo yoki undan ozroq yoki ko'proq nachar sifatli bug'doy almashtirganga o'xshash. Ammo 1 kilo qo'noqqa 2 kilo bug'doy almashtirish yoki aksicha qilish joizdir. Chunki bug'doy bilan qo'noq bir tur emas. Zakat keladigan har qanday oshliq, ziroat, ko'ktat, hatto oltin kumush shunga o'xshashdir. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar alayhissalom bunday degan: La tabi'u az-zahaba biz-zahabi illa mislan bi-mislin va la tushiffu ba'daha ala ba'd va la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mislan bi-misl va la tushiffu ba'daha ala ba'd ve la tabi'u minha qaiban binajis. Yani altını altın almıştırmakçı bolsanlar, onu kam ziyada qilmasdan her ikisini beraber o'xshash miqdorda almashtiringlar. Kumushni kumushga almashtirmoqchi bo'lsanlar, uni kam ziyada qilmasdan her ikisini beraber o'xshash miqdorda almashtiringlar. Ulardan naqdni nisiga satmanglar. Muomala ishlaridagi qog'oz pul oltin kumushning o'rnidadir. İslam ulamoları her iki türde cezanın İslam ümmetining baxt saodatiga, ziyonliq va musulmonlar jamiyatiga xatarlik ekanligini bayon qiladi.
Bu ikki xil jazoni gunoh jihati o'xshashdir. Ikkilisi Qur'on Karim va sunnat dalillari orqali harom qilingan narsalardir. Oyatda jazoning qatma-qat o'sim deb ifodalanishida jahiliyatdagi ahvolni bayon qilish ko'zda tutilgan. Uningdan qatma-qat bo'lmagan az jazoning joizligiga yoki uning gunohining yengilroq bo'lishiga ishorat yo'q. Chunki haromning izmi harom, ko'pimi haromdir. Ba'zi ulamolarning qarashicha Nisiy jazonisi Qur'on Karimning keskin oyatlari bilan harom qilingan bo'lib, uning xatiri cho'ng, gunohi og'irdir. Chunki qarz beruvchining pul milini haslab o'stirgan, qarz olg'uchini qarzga bo'g'ish orqali tugashtirgan va Alloh taoloning uni yeguchiga, guvoh bo'lg'uchiga, kutguchiga, yegizguchiga la'nat qilgan hamda uni qilg'uchiga urush e'lon qilgan jazonidir. Ammo oshirish jazonisi sahih hadis orqali harom qilingan bo'lib, uning harom qilinganligi o'zida bo'lgan bir sababdan emas, balki keskin harom bo'lgan nisiy jazonisiga ilib borganligi sababli harom qilingan jazonidir. Uning harom qilinganligi yomonlikning oldini olish qoidasiga asosan amalga oshgan. Har ikki xil jazonining qat'iy haromligida qilchish shak yo'qdir. Ey iymon etganlar, Allohga taqvodorlik qilinglar, uning azobidan qo'rqinglar, jazonidan yiroq turinglar. Ko'nglinlar Yahudilarnikiga o'xshash qattiq va qora bo'lib ketmasin. Agar sizlar haqiqiy ravishda taqvodorlardan bo'lsanglar, dunyo va oxiratda najot topishlardan bo'lasizlar. Alloh taoloning dinidan yiroqlashuvchilar uchun tayyorlangan do'zax o'tidan saqlaninglar. Alloh taologa har ishda itoatmand bo'lib, payg'ambarga ergashinglar. Alloh taolo musulmonlarni jazodan iborat ig'ir gunohning ichinishliq oqibatlaridan ogohlantirgandan keyin ularni yaxshi ishlarni qilish, gunoh ishlardan yiroq turish, Alloh yo'lida pul mol sarf qilish va yaxshi amallarni ko'p qilish orqali Alloh taologa yaqinlik izlashga, shu orqali haqiqiy mu'minlar uchun tayyorlangan, kengligi osmon va zaminga keladigan isl nozil ne'matli jannatga erishishga chaqirdi. Yuqorqi oyatlarda jannatga kiradigan 5 turli kishi bayon qilingan bo'lib, ular tuvandikicha. Birinchi, bayashotliqdimi, qiyinchilikdimi kishilarga Alloh yo'lida xayr ishdan qilg'uvchilar. Ikkinchi, ochiq kelganda g'azabini besib oladigan va kuch yetidan turib o'ziga yomonlik qilganlarni kechira oladigan kishilar. Uchinchi, kishilarga adovat saqlamaydigan kechirimchan kishilar. To'rtinchi, ochiqni besib olish va kishilarni kechirim qilish bilan birga ularni yaxshilik qiladigan kishilar bo'lib, bu yuqorida ikki sifatni besib tushadi. Shunga bunday kishilar Alloh taologa eng yaqin kishilar bo'lib, Alloh taolo ularni do'st tutadi. 5. Qilgan cho'ng kichik har qanday gunoh uchun Alloh taolodan mag'firat tilaydigan va hamisha tavba qiladigan kishilardir. Muhim nuqtalari. 1. Koinotning ishlarini Alloh taolodan boshqa boshqaruvchi yo'qdir. 2. Kishilarning gunoh ma'siyatlarini sodir qilish orqali o'ziga zulm qilishi ularni Alloh taoloning azobiga duchor qiladi. 3. Jazoning hamma turi qat'iy haromdir. 4. Dunyo va oxiratda najotga erishishning yo'li Alloh taologa taqvodorlik qilishdir. Alloh taoloning rahmatiga erishishning yo'li uning amriga itoat qilishdir. Bu jannatga kirishning oldingi shartidir. Alloh taolo bekitib o'tgan qonuniyat va yaxshi oqibatning mo'minlarga xosligi. Bismillahirrohmanirrohim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Tercümesi 137. ayet. Sizlerden ilgili nurgun ümmetler kelip ketdi. Şuna sizler yeryüzünü kezip, haqiqatni inkar qilg'uvchilarning oqibatini qandoq bo'lganligiga qarab yiqinglar. 138. ayet. Bu Qur'on insonlarga bayondir, taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va vaz-nasiyatdir.
139 ayet. Agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar, ustunlikka erishgan turuqliq dushmanlarga qarshi urush qilishdan bo'shashib qolmanglar. Uhud g'azotidagi musibat uchun qayg'urmanglar. 140 ayet. Agar sizlarga Uhud g'azotida bir talofat yetgan bo'lsa, dushmanlarga Badr g'azotida o'xshashli talofat yetgan edi. Bundaq kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Bu Allohning haqiqiy iymon etganlarni o'tirg'a chiqarishi va sizlarning shahidlarni chiqarish uchundir. Allah zalimlarni yaxshi ko'rmaydi. 141 ayet. Bu yana Allohning mo'minlarni gunohlardan poklashi va kofirlarni halok qilishi uchundir. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Oldingi oyatlarda mo'minlarning va kofirlarning Badr va Uhud g'azotlaridagi ahvoli bu ikki firqaning har birining oqibati bayon qilingan bo'lib, bu oyatlarda bo'lsa o'tmishlarda kofirlarning halok qilinganligi va mo'minlarning nusratga erishganligi qatorliq ishlarning Alloh taolo azaldan belgilab o'tgan qonuniyat bo'yicha amalga oshganligi bayon qilinadi. Tafsiri: Ey iymon etganlar, sizlar ibrat olishga eng loyiq kishilarsizlar. Sizlardan ilgirki ummatlarning ahvoliga va oqibatiga qarab beqinglar. Zaminning har qaysi joylariga berib kezinglar. Sizlardan ilgari o'tganlarning xabarlarini va kechirmishlarini anglab, ularning xarobiga aylangan makon joylarini ko'rib ibrat olinglar. Agar shundoq qilsanglar, Alloh taoloning iymon etganlarga qanday nusrat berganligi, kufrida ching turib olib, haq dinning da'vatini to'smoqchi bo'lganlarni qanday halok qildiganligi haqidagi qonuniyatining hargiz o'zgarmaydiganligini bilib qolasizlar. Sunnatullohi fillazina xalaw min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya'ni bu Allohning o'tgangi ummatlar haqidagi qonunidir. Allah'ın qonunida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Alloh taolo o'ziga iymon keltirgan va yer yuzida buzg'unchilik qilmaganlarni azaldan aziz qilgandek, kofirlikda ching turib olgan va yer yuzida takabburlik qilib buzg'unchilik qilganlarni keyingilarga ibrat qilish uchun ichinishliq jazolab keldi. Agar sizlar ilgirki ummatlardek to'g'ri yo'ldan ozgan va payg'ambarga asilik qilganlarning yo'liga kirsanglar, sizlarning oqibatinglarning albatta shularnikiga o'xshash ichinishliq bo'ladi. Agar yaxshilarning yo'lini tutsanglar, oqibatinglarmi albatta yaxshi bo'ladi. Hargiz ziyon tortmaysizlar. Yuqorqi oyatda Uhud g'azotida payg'ambar alayhisolamning buyrug'iga xiloflik qilganlarga ogohlantirish berilgan. Go'yo musulmonlar Badr g'azotida payg'ambarning buyrug'i bo'yicha ish ko'rganligi va Alloh taologa chin ishonch bilan tayanganligi uchun g'alaba qilgan. Ammo Uhud g'azotida bo'lsa, ular payg'ambarning buyrug'iga amal qilmaganligi va g'animat olishga aldirab istehkomni bo'shatganligi sababli mag'lubiyatga uchragan. Qur'on Karim bizga koinotning har qanday ishining Alloh taolo bekitib o'tgan qonuniyat bo'yicha davom qilganligini va Alloh taolo natijalarni sabablarga bog'liq qilib bekitib o'tganligi uchun sabab qilishning natija qozonishda asosli omil ekanligini tushuntirdi. Dunyoda har qanday bir ishni amalga oshirishda shu ishning qonuniyatiga uyg'un shaklda ish ko'rish talab qilindi. Masalan, urush, so'ri setib, dehqonchilik qatorli har qanday bir ishda shu ishning qonuniyati va qoida prinsipi bo'yicha ish ko'rgan odam, garchi Alloh taologa ishonmaydigan kofirlardan bo'lsa-mu, qilgan ishidan natija qozonolganidek, qilgan ishining qonuniyati va qoida prinsipi bo'yicha ish ko'rmagan va yetarli sababni qilmagan odam, garchi musulmon va Alloh taologa eng yaqin kishilardan bo'lsa-mu, qilgan ishidan natija qozonolmaydi. Chunki Alloh taolo bu dunyoning ishlarini sabablarga bog'liq qilgan. Bizdami ishlagan ishlaydi deydigan hikmat bor. Qur'on Karimning vaziyatlarini va o'gitlarini eng avval qabul qilganlar yanada taqvodor mo'minlardir.
Şuna bu bayanlar takvadarlar için hidayet ve pent nasihattir. Müminler Kur'an-ı Kerim'den vəz nəsiyyət alıdığan kişiler bolğan ikən, gazatlarda və hər qandaq bir işdə tədbirlik iş qilishdən aciz gəlməsligi, Uhud gazatidək məğlubiyyətli uruşlarda şehit bolğanlar üçün qattiq qayg'urib ketməsligi lazım. Çünki şehit bolğanlar Allah Taala'nın dərgahida həmişə hayat turadigan və izzət ikramlarga nail bo'ladigan hurmatli zatlardır. Uhud gazatida yuz bergan mag'lubiyat musulmonlar uchun saboq va ibratdir. Uhud gazatidagi mag'lubiyat musulmonlarga cho'ng ochiq saboqni berdi. Müslümanlar komandanının buyruqqa amal qilmaslikning yomon oqibatini va nafsi xohishiga berilib, dunyo manfaatiga qiziqishning jazosini o'z ko'zlari bilan ko'rdi va tedidi. Payg'ambar alayhissalomning amriga itoat qilmaslik Alloh taolaning qonuniga zidlashganlik bo'ldi. Chunki payg'ambar qo'mondandir. Qo'mondonga bo'ysunilmagan, urushda g'alaba yo'q. Bu har kim yaxshi biladigan aqlli savoddir. Müslümanların özlerini aciz ve addi sanışı to'g'ri emas. Çünkü ular oxirgi g'alabaning mo'minlar uchun xos ekanligini yaxshi biladi. Kafirlarning ichidan o'lganlar do'zaxda bo'lsa, musulmonlarning orasidan shahid bo'lganlar jannatlarda bo'ladi emasmi? Ey iymon etganlar, agar sizlar haqiqiy mo'minlardan bo'lsanglar va Alloh taolaning mo'minlarga nusrat ato qilganligi haqidagi va'dasiga jazman ishonsanglar, iymoninglar bilan Badr g'azotida va boshqa g'azotlar ustunlikka erishgan turuqliq dushmanlarga qarshi urush qilishdan qat'iy bo'shashib qolmanglar. Uhud g'azotida beshinglarga kelgan musibat uchun qayg'urib ketmanglar. Ey iymon etganlar, sizlar Uhud g'azotida yengilganliklarga nimacha qayg'urib ketisizlar? Sizlar Uhud g'azotida yengilgan bo'lsanglar, raqibinglar bo'lgan kofirlar Badr g'azotida undan necha soat mag'lubiyat kuchaydi emasmi? Sizlar alam chekkan bo'lsanglar, ularmi sizlardan qattiqroq alam chekdi emasmi? Sizlarga yetgan talofat ularga yetdi emasmi? Kunlar almashib turdi. Chunki biz bunday kunlarni insonlarning orasida almashtirib turibmiz. Ba'zi birlari g'alaba qilsa, ba'zi yana boshqalari g'alaba qiladi. Sizlarning bexudliqinglar sababli kofirlarni bir muddat xushal qilamizda, ondan ularni yig'iltimiz. Ammo sizlar haqiqiy mo'minlardan bo'lsanglar, sizlarni biz oxirigacha xushal qilamiz. Chunki oxirgi g'alaba mo'minlar uchun xos emasmi? Hammaga ma'lumki, bu dunyo sabab dunyosi. Alloh taolo mo'minlarning iymonini kamolatga yetkazish uchun ularni sinovlardan o'tkazadi. Alloh taolaning sinovlaridan o'tganlar dunyo va oxiratda g'alabalarga erishadi. Allah Teala bazı bandlarning oxiratdagi darajalarini yuqori qilish uchunmi ularni ko'p sinovlardan o'tkazadi. G'azotlarga berishga nasib qilib, shehidlik bilan mukofotlaydi. Alloh Teala yana mo'minlarning iymonini kuchaytirish ham isbotlash va haqiqiy iymon bilan og'zaki iymonni ayirish uchun musulmonlarni ko'p sinovlardan o'tkazadi. Alloh kofirlarni mag'lub qilishda xuddi Uhud g'azotida qilgandek, avval ularga oldida ozroq g'alaba ato qilgan bo'lib, ularni bexatlashtirdi va mag'rurlantirdi. Ondan Badr g'azotida qilgandek oxirgi mag'lubiyatni ularga obdan tetitadi. Muhim nuqtalar. Birinchi, Qur'on Karim oyatlari mo'minlar uchun hidoyat va nasihatdir. Ikkinchi, haqiqiy mo'minlar dunyo va oxiratda ustundir. Uchinchi, Alloh taolo kunlarni insonlarning orasida almashtirib turdi. Alloh taologa shukr qilishni biladigan mo'minlar har zamon foyda topquchilardir. To'rtinchi, sinovlar haqiqiy azmatlarni tavlab yetishtirib chiqadigan amillardir. Uhud g'azotidagi saboqlar. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. Tercümesi 142. ayet. Ey iman etganlar, Allah sizlarning ichinglardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafolariga chidamli bo'lg'uvchilarni o'tirga chiqarmay turib sizlar jannatga kirishinglarni o'ylaganmidinglar? 143. ayet. Sizlar o'lim bilan uchrashdan ilgari uni orzu qilatdinglar.
Mana əmdi onu öz gözünlər bilan görüp turvatsızlar. 144. ayet. Muhammed faqat bir payg'ambardir. Onundan burunmu ko'plagan payg'ambarlar o'tgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, sizlar iymondan yenib olamsizlar. Kimki iymonidan yenib oladigan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. 145. ayet. Hech kishi Allohning irodasisiz o'lmaydi. Allah her bir adamın ecelini vaqt soati bilan tutib etgan. Kimki dunyo manfaatini ko'zlasa, onunğa dünya mənfəətini verimiz. Onun ahiretlikdən nesivisi bulmaydı. Kimki ahiretinin savabını gözləsə, onunğa ahiretinin savabını verimiz. Şükür qılışlarını mükafatlayımız. Təfsiri. Ey iman etqanlar, sizlər Allah yolunda qılıb qoyğan az dolu əməllər bilan məğrurluq qılmaqlar və həqiqi cihad arqılıq özünlərinin ixlasını və çiramçılığını isbatlamay turub, sizlər asanla cənnət kirimiz deyə oylab qaldınlarmı? Ondaq asan iş yox. Cennetke aldı bilen Allah Teala'nın dinini qoğdaş, Müslümanların zimmirlerini müdafiə qilish yolunda mal mülkini, cinini ve her qanday qimmatli narsasini pido qilib jihad qilganlar ve özlerinin nefsi hayişini aql ve dinning talebiga bo'ysundirib, özünün nefsi şeytanları bilen ilişishda g'alaba qilganlar kirdi. Ey Müslümanlar, Allah yolda jafo tortishga chidash ve bu yolda izchil mashq bo'lgan mustahkam iroda sizlarda shundoq chin o'rin olsin ki, dinning har qanday majburiyatlarini ado qilish orqali Alloh taologa haqiqiy ravishda taqvodorlik qilish va shu yo'ldagi qiyinchiliklarni yengish uchun yaramliq bo'linglar. Oyatni Alloh sizlarning ichinglardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafolariga chidamliq bo'lg'uchilarni o'tirg'a chiqarmay turib degan qismi umumiy mo'minlarda haqiqiy chidamchanlikning yetarli darajada o'tirg'a chiqmaganligini ifodalaydi. Bu valiya'lamallohu allazina amanu va yattaxiza minkum shuhada. Yani bu Allah'ın haqiqiy iman etganlarni o'tirg'a chiqarishi va sizlarni shahidlarni chiqarishi uchundir degan oyatga o'xshab ketadi. Haqiqatda Alloh taolo kimning rost iman etganligini obdan bilgandek, kimning haqiqiy ravishda jihad qiladigan va jihadning jafolariga oxirga chidaydiganligini obdan biladi. Allama ibn Jarir Tabari İmam Hasan Basri'den rivoyat qilib mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning sahobalaridan ba'zi kishilar agar biz Rasululloh bilan birga jihadga chiqadigan bo'lsak, undaq botirlik ko'rsatamiz. Bundaq qilamiz deyishdi. Ondan ular jihadga chaqirilgan chog'da o'zlarining rostchilardan emas ekanligini oshkorlab qo'ydi. Shuning bilan Alloh taolo ular to'g'riliq va laqad kuntum tamannawna al-mawta min qabli an talqav degan oyatni nozil qildi. To'g'ri, sizlardan ko'p kishilar jihadga chiqib shahid bo'lishni orzu qilayotganlar. Jihad boshlanib rasmiy urushga kirganda sizlar xuddi vaziyatni analiz qilayotgan kishilarga qarab turdinglar. Ondan jinolarni qo'llash uchun tog'larga chiqib oldinglar. Payg'ambar sizlarni jihadga chaqirsa hech kim kelmadi. Bu Alloh tarafidan kelgan kayishdir. Albatta Payg'ambar alayhissalomni himoya qilish va uning bilan bir satda jihad qilishga bayat qilganlardan ba'zilar shahid bo'ldi, ba'zilar bo'lsa hayot qoldi. Musulmonlar yengilgan g'azot Uhud g'azotinin qissasi yuqorida o'tdi. Alloh taolo bu oyatlarda haqiqiy mu'minlar iymonini tixmi kuchaytsin. Buyruqqa xiloflik qilganlar bunday ishni qayta sodir qilsin deb umumiy musulmonlarga pand nasihat qildi. Vahidi mundaq degan: Uhud g'azotida musulmonlar mag'lubiyatga uchragandan keyin Payg'ambar alayhissalomning vafot bo'ldi degan xabar tarqaldi. Ba'zi kishilar payg'ambarlar vafot bo'lgan bo'lsa, sizlar uni uchrashgan qadar uning yo'lini davomlashtirmaysizlar deydi. Alloh taolo shu chog'da Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burunni ko'plagan payg'ambarlar o'tgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, sizlar iymondan yenib olamsizlar degan oyatdan nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan o'zini Alloh atib etgan kishilar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlar alda ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Alloh chidashlik beruvchilarni do'st tutdi degan oyatgacha bo'lgan oyatlarni nozil qilgan. Yuqorqi oyatning ma'nosi shuki, payg'ambar Muhammad alayhissalomga o'zidan burun kelgan Musa, Isa, Zakariya va Yahya alayhissalomga o'xshashlar Alloh taolo tarafidan kelgan haq payg'ambardir. U payg'ambarlar olamdan o'tgan bo'lsa-mu, ularning dini davomlashgan, ularga ergashganlar ularning yo'lini davomlashtirgan. Ahvol bundoq ekan, sizlarning payg'ambarlar Muhammad alayhissalom o'ldirilsin yoki vafot bo'lsin, sizlar uning dinini chang tutishinglar lozim. Chunki Muhammad alayhissalom ilgirki payg'ambarlarga o'xshashlar inson. Uning bu dunyodagi vazifasi tugagan va ajal to'shgan hamon uni bu dunyodan ayrildi. Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lgan kuni birinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu mundaq bir mashhur so'zni qoldirgan.
ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Yani bilinglar ki kimki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge ibadet kılgan bolsa Muhammed vefat boldu. Kimki Allah ibadet kıladigan Allah hemişe çelkidir. Hergiz ölmeydi. İyi Müslümanlar, eğer Muhammed aleyhisselam bu alemden kesse, sizler dinlerini terk etmekçi mi? Halbuki ilgili peygamberlerge erişken müminler dinni peygamberlerden kiyimi davamlaştırgan. Bu peygamber sizlerden özgü çokunuşanlarını sorgunu yok. Özünü ilah dep dava kılgını mı yok? Eğer şuna kılgan bolsaydı, sizler o vefat bolgandan keyin dinlerini yenip alsanlar boladı. Kimki imandan yenilip küfürlükka qaytıdiken, o Allah Teala'ga hiç qanday ziyan yetküzelmeydi. Çünkü Allah Teala bendilerden ve onların ibadetlerinden elbette bir hacettir. Dininden yenip algan adam öz küfürlükünün ziyanını fakat özü tartıdı. Ama dinle sabit kadem bulup, turganlarının mükafatını Allah Teala toluq verirdi. Bu imtihan ve sınav dünyası bulup, bu imtihandan hakiki çıramlık kişiler öteleydi. Yuqorqi ayet Peygamber aleyhisselamın peygamberlik vazifesini ada qılıp bolgandan keyin bu dunyodan ayrılganligiga ishorat qilgan. Ajal kelgan vaqtda u hergiz kechikmaydi. Çünkü ajal belgilangan vaqtdan ilgari keyin bo'lmaydi. Balki Alloh taolo belgilangan vaqtning o'zida keladi. Kimki qilgan amallari va din yo'lida tortgan mushaqqatlari badiga dunyolik manfaatlarni tilaydigan Alloh taolo uni bu dunyoda orzusiga yetkazadi. Ammo oxiratda mukofotning nasibasi bo'lmaydi. Kimki qilgan yaxshi amallari va din yo'lida çekken mushaqqatlar badiga oxiratning mukofotini kutadigan Alloh taolo uni dunyo va oxiratda mukofotini çok bahramand qiladi. Mühim noktaları. Birinci, sınavlar ve imtihanlar müminlerin imanını küçeytidir. İkinci, peygamberler insanlar arasında tanlap çıkarılgan zatlardır. Ular ecele toşqanda başka insanlara okşaş bu dünyadan ayrıldı. Üçüncü, cihat ve uğraşlar kişilerin tutilgan ecrini özgertelmeydi. Şununla cihatın kaçışma ömrünü uzartalmaydı. Dördüncü, amel ibadetlerine verilgan mükafatlar kişilerin niyetlerine qarab verildi. İlahi talimat. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Tercümesi 146. ayet. Nurgun peygamberler bilen köplegen, özünü Allah atıp etken kişiler birlikte can kaldı. Ular Allah yolunda yetken külfetler aldı, ruhsuzlanmadı, boşlaşmadı, baş eğmedi, Allah çidamlık bolğuşlarını yaxşı görüldü. 147. ayet. Ular fakat iyi Rabbimiz günahlarımızı ketkizip koygan taraflarımızı mağfiret kılgın. Kadamlarımızı camiydadına müstehkem kılgın. Kafir kavimge karşı bizge yardım bergen degenden başka gapni kılmadı. 148. ayet. Şuna Allah ularga dünyanın nimetlerini ve ahiret yaxşı mükafatını ata kıldı. Allah işini mükemmel kılışlarını yaxşı görüldü. 149. ayet. İyi iman etkanlar. Eğer sizler kafirlerge itaat kılsanlar, ular sizlerini küfre qaytırıp etidi. Şunun bilen sizler tamamen ziyan tartqıcı bolup kılısızlar. 150. ayet. Kafirler sizlerinin mededgarınlar emas, belki Allah sizlerinin mededgarınlardır. O yerden kılmışların en yaxşısıdır. 151. ayet.
kafirlar Allah ilahlıqqa hech bir dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirk qilib olganlik uchun ularning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Kafirlikni tanlab o'ziga zulm qilgan bu zolimlarning turar joyi nima degan yomon tafsiri. O'tgan nurg'un payg'ambarlar bilan ko'plagan o'zini Alloh taologa atib etgan yaxshi kishilar birlikda Alloh taoloning dinini qo'llash uchun Alloh yo'lida jihad qildi. Ular eng qiyinchilik chog'larida payg'ambarlardan ayrilmay, butun janglarda ular bilan birlikda bo'ldi. Ular bo'shashib qolmadi. Dunyo manfaatlariga berilib ketmadi. G'animat olishimiz deb qo'mondonlarning buyrug'iga xiloflik qilmadi. Ular oxirgacha shundoq mustahkam iroda bilan jang qildi. Shuning bilan ular Alloh taoloning muhabbatiga va yordamiga noil bo'ldi. Chunki Alloh taolo qiyinchiliklar oldida chidashlik ko'rsatkichlarni yaxshi ko'rdi. Do'st tutadi, to'g'ri yo'lga va yaxshi ishlarga yetaklaydi. Ularga yordam qiladi. Yuqorqilar ularning amallari bo'lsa, ularning so'zlari ey Robbimiz, gunohlarimizni ketkizib qo'ygan taraflarimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin deb Allohga iltijo qilishdan iborat bo'ldi. Ular qanchalik ko'p yaxshi ishlarni qilgan va cho'ng g'alabalarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, yana o'zlarining kamtarligidan o'zlarini yetarsiz deb qaraydi va Alloh taoloning kamchiliklari uchun hamisha mag'firat tilaydi. Shunga Alloh taolo ularga dunyoning yaxshiliklarini ato qilib, ularni baxt saodatlik, aziz hurmatlik va xotirjam hayot kechirish fursatiga ega qilgan bo'lsa, oxiratda ularga yaxshi mukofot beradiganligiga Alloh taolo ulardan rozi bo'lgan. Ularni Alloh taolodan mamnun bo'lgan holda ularni esil jannatlarga kirgizadiganligiga va'da qildi. Bu haqiqatan cho'ng utuqdir. Din ve dünyalık barliq ishlarni ana shunday qadr qilib mukammal qilishlarni Alloh taolo albatta do'stidir. Allama Muhammad Mutavalli Sha'ravi "Vallohu yuhibbul muhsinin" degan oyatning tafsirida mundaq deydi. U mu'minlar yaxshi amallarni qadr qilib mukammal qilgan. Alloh taolo munojat qilishdimi, uni voyaga yetkazib chin ixlos bilan qilgan. Cho'ng kichik gunohlari va toat ibodatlarni ketkizib qo'ygan taraflar uchun Alloh taolodan mag'firat tilagan. Ya'ni Alloh taolodan jang maydonlarida hamisha qadamlarning mustahkam bo'lishini, kafirlarga qarshi yordam berishini tilagan edi. Chunki ular Alloh taoloning yordamidan ayrilib qolgan bo'lsa, o'zlarining moddiy kuch-quvvati bilan hech ish qilmaydiganligini bilib yetgan edi. Shuning bilan Alloh taolo ularga bu dunyoning ne'matlarini ato qildi. Oxiratning yaxshi mukofotini va'da qildi. Elhamdülillah. Bugünlük vaktimiz tügedi. Kitap okuştuk.
Aşkım beni tam şu an izlesin. Düşersin. Hadi. Hadi işlem.